Komil Sindarov, tergovchi. Qadr kechasidagi qotillik. 5-qism. Sanjarbek guruh a'zolariga tegishli topshiriqlarni bergach, marhum chol kampirning yagona farzandi Shahinani so'roq qilishga kirishdi. Opa, o'sha kungi voqealarni bir boshidan batafsil gapirib bersangiz, tergovchi muloyimlik bilan gap boshladi. Oldin tergovchi ukamga aytib bergandim-ku, dedi guvoh qandaydir og'rinib. Yana aytaveraymi? Xabarim bor, tartib shunaqa. Gapiravering. Gapni muxtasar qildi tergovchi. Allohning qudratini qarang, o'sha kechasi alang-jalang tushlar ko'rib chiqdim. Ohista gap boshladi Shahina. Ko'nglim sezgan ekan. Asrga yaqin taxmina yig'lab qo'ng'iroq qildi. Bobom hech qayerda yo'q, unga bir narsa bo'lganga o'xshaydi. Xonasidagi seyfning eshigi ochilib yotibdi. Devorga ilingan gilamni ham olib ketishibdi, dedi. Oyog'imni qo'limga olib hovliga chopdim. Jiyanimni tinchlantirib xonani ko'zdan kechirdim. Chindan ham temir shkafning eshigi lom bilan buzib ochilgan. Ichidagi narsalar titilib yotibdi. Qo'rqib ketdim. Otam bor boyligini shu seyfda saqlardi. Kalitini hech kimga ishonmasdi. To'rda devorga osig'lik gilam ham g'oyib bo'libdi. Boshqa xonalarni ko'rdim, hech narsaga tegilmagan. Yuragim gupillab yerto'laga kirdim. To'rdagi qutilar orasida yumaloq qilib o'ralgan gilamga ko'zim tushdi. Dadamning xonasidagi gilam bu yerga qayerdan kelib qoldi degan o'yda turtkilab tortdim. Og'ir ekan, joydan qimirlamadi. Ochiq joydan qo'l solib paypasladim. Qo'lim yumshoq narsaga tegdi. Odamning oyog'iga o'xshab ketdi. Qo'rqqanimdan baqirib yubordim. Yugurib hovliga chiqdim. Tilim kalimaga kelmay qoldi. So'ng 03 ga qo'ng'iroq qildim. Bir soatlar o'tib militsiya xodimlari yetib keldi. Gilamni tashqariga olib chiqib yoyishdi. Ichidan otamning qonga belangan murdasi chiqdi. Ayol o'pkasi to'li bir muddat jimib qoldi. Ro'molining uchi bilan ko'z yoshlarini artib, sal o'ziga kelgach, bo'g'iq ovozda davom etdi. O'lmakning lozimi ko'mmak ekan. Otamizni qabristonga joylab kelishdi. Bu tarafda onamning mazasi qochib qoldi. 2 kun o'tib onajonimni ham qora yerga topshirdik. Boshida otamning vafotini ko'tara olmadi-da, g'amga bardoshi yetmadi-da degan xayolga borgandim. Keyinchalik oshi obini o'tkazib, sal o'zimga kelgach o'ylanib qoldim. Onam hali o'ladigan odam emasdi-ku. To'g'ri, uning yuragi bezovta qilib turardi, ammo o'limni hech qachon bo'yniga olmagandi. 64 ga kirgandi. Shu ham yosh bo'ptimi? Otamni o'ldirganlar bir yo'la onamni ham yo'q qilmoqchi bo'lganmikan degan fikr miyamdan ketmay qoldi. Hoynahoy onam bechora qotillar bilan otam o'rtasidagi janjaldan xabardor bo'lgan. Tergov boshlansa, onam qotillar kimligini aytishi aniq edi. Jinoyatchilar shunday qo'rqib bir yo'la guvohni ham yo'ldan olib tashlashni xayol qilishgan. O'sha tunda qotillar bir yo'la ikkovini o'ldirishi kerak bo'lgan, ammo onam shifoxonada bo'lganligi bois rejalari oxiriga yetmay qolgan. Keyin biz bu yoqda otamizning marakasi bilan andarmon bo'lib qolganimizdan foydalanib, onamni zaharlashga yo'l topishgan. Keksa kasalmand kampir o'ladi ketadi, hech kim shubha gumonga borib o'tirmaydi. Yopiqliq qozon yopiqligicha qoladi deb o'ylashgan. Davolovchi doktordan so'rasam, onaxon shirni infarkt bo'lib qoldi dedi. Nega unda oxirgi daqiqalarda yegan ichganini qayd qilib tashladi desam, infarktda ham shunaqa bo'lishi mumkin deb meni tinchlantirishga urindi. Boshqa tanish vrachlardan ham so'rab ko'rdim. Hammasi har xil gapiradi. Aniq javob ola olmadim. Toshkentda kardiologiya markazida Nabi Primovich degan kuchli vrach bor ekan. Telefonda gaplashdim. U kishining aytishicha, yurak ichki devori yorilganda oshqozonga og'riq berar ekan. Shunda bemor qayd qilishi kuzatilishi mumkin ekan. Ammo bunaqa holat amalda juda kam uchrar ekan. Ehtimollik darajasi 1% ni tashkil qilar ekan. Alloh ko'nglimga soldimi? Onamni ruhini bezovta qilib bo'lsa-da, qabrini ochasizlar, ekspertiza qilasizlar deb oyoq tirab turib oldim. Vaqtga qarshi shubham to'g'ri chiqdi.
Demak, onangizni o'limiga sabab uning otangiz bilan jinoyatchilar o'rtasidagi kelishmovchilikdan xabardorligi deb o'ylaysiz, shundaymi? Guruh rahbari savollarni qalashtirdi. Boshqa nima ham bo'lishi mumkin? Shugina beozor, hokisor ojiza kampirni o'ldirish kimga kerak? Onangizga turmush o'rtog'ining o'limi haqidagi xabarni kim yetkazgandi? Kim yetkazardi menda? Otamning murdasini ekspertizaga olib ketgach, yotig'i bilan tushuntirish uchun shifoxonaga keldim. Ahvolimni ko'rib, onam qo'rqib ketdi. Nima qilay, shuncha yillik yostiqdoshining o'limini yashirib o'tira olmayman-ku. Shum xabarni eshitib onam hushidan ketib qoldi. Vrachlar kelib, amallab o'ziga keltirishdi. Keyin uyga ketaman deb xarxasha qildi. Otangni oxirgi manzilga kuzatmasam, janozasida ishtirok etmasam, go'rida tikka turmaydimi deb to'polon ko'tardi. Doktorlar yuragi ko'tarmaydi, joyidan qimirlashi mumkin emas deb uyga javob bermadi. Bir amallab tinchlantirdik. Onangiz qotillar xususida biror gap aytmadimi? Balki kimdandir shubha qilishini aytgandir. Bu haqda gaplasha olmadik, mavridi kelmadi. Balki uning o'zi biror kishining ismini tilga olgandir. Bafurja gaplasha olmadik-da, taxmina ham siz bilan borganmidi? Yo'q, u uyda qolgandi. Onangiz uni so'ramadimi? Xayrlashib ketar chog'im taxmina qayerda, nega kelmadi deb so'radi. Uyda qoldi, keldi-ketdi bo'lib yotibdi dedim. Ayt, meni oldimga bir kelib ketsin dedi. Kechga yaqin uni onamning oldiga yubordim. Balki nabirasiga biror gap aytgandir. Borib kelgandan keyin undan onam yaxshimikan deb so'radim. Taxmina yosh bola emasmi? Tinmasdan yig'lab o'tiribdi, ahvoli yaxshi emas deb to'g'risini aytdi qo'ydi. Senda nima gapi bor ekan desam, menga ham o'sha tunda bir korhol bo'ldimi deb xavotir olgan ekan. Shuning uchun meni o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'pti dedi. Otangizning siz bilan ham munosabati yaxshi emas ekan-a? Tergovchi mavzuni o'zgartirdi. Kim aytdi? Ko'zlarini pirpiratdi guvoh. Otam o'zi unaqa yomon odam emasdi. Ishlab yurgan paytlari hammamizga mehribon, e'tiborli edi. Odamlar orasida jamoasida hurmatga sazovor shifokor, qo'li gul jarroh sanalardi. Qanchadan qancha kishilarning hayotini saqlab qolgandi. Odatda iqtidorli insonlar o'ziga yarasha cho'rtkesar, qaysar va to'g'ri so'z bo'lishadi. Shu xislati boshiga balo bo'ldi. Ayrim rahbarlarga mahoratli xodimdan ko'ra ishi o'rtamiyona bo'lsa-da, chizig'idan chiqmaydigan, gah desa qo'liga qo'nadigan laganbardor xodimlar ma'qul keladi. Otam ishlaydigan shifoxona bosh vrachi ham shunaqa bemaza rahbarlar sarasiga kirardi. Jamoa o'rtasida otamning obro'-e'tibori kundan kunga oshib borayotgani uni xavotirga solib kelgan. Kursini yo'qotishdan cho'chib otamni yo'qotish uchun qulay fursat kutib yurgan ekan. Otam 60 yoshga to'lgan kun bosh vrach katta tadbir qilib, otamning yelkasiga zarli to'n yopdi. Izzat Ikrom bilan pensiyaga kuzatdi. Uning xohish istagi bilan hech kim hisoblashib o'tirmadi. Ish bilan yelib yugurib yonib yashab yurgan odam bir pasda g'irt bekorchiga aylanib cho'g'i qochgan olovday so'ndi qoldi. Bir oycha dam olgan kishi bo'ldi, mahallaga chiqdi, to'y marakaga qatnadi, kitob o'qidi, televizorga termildi. Keyin zerika boshladi. Ishini, jamoasini, mijozlarini sog'indi. 2-oy nima qilarini bilmay bosh vrachning oldiga bordi. Pastroq lavozimga bo'lsa-da ishga olishlarini iltimos qildi. Rahbar ming bir bahona bilan otamni noumid qaytardi. Buni qarang, bosh vrach o'lgur uyalmay endi yoshlarga o'rin bering, ular ishlasin, siz narigi dunyo tayyorgarligini ko'rmaysizmi deganmish. So'kinib, tutoqib qaytib kelib qoldi. Qo'ying, ishi boshidan qolsin, kuyovingiz boshqa yumush topib beradi deb ko'nglini ko'tardim. Kuyovi tanish bilishlarni ishga solib, bo'sh joy qidirib ko'rdi. Nafaqaga chiqqan odam kimga ham kerak deysiz? Izlay bir davlat korxonasiga qorovul bo'lib ishga joylashdi. Otam toza, halol inson emasmi? Korxonada tunda bo'ladigan tala-talalarga ko'z yumalmadi. Kalamushlarning qilmishi haqida rahbarga yozib berdi. Boshliq otamni aldab-suldab chiqarib yuborib,
Ketidan o'rinbosarga kimni ishga olgansizlar, tezda yo'qotinglar deb topshiriq beribdi. Otam rahmatli haqiqiy shifokor, tug'ma jarroh edi. Shu sababli yana bir necha joyga ishga kirdi, lekin ishlay olmadi. Bizning qistovimiz bilan tadbirkorlik ham qilib ko'rdi. Yo'q, bo'lmadi. To'g'ri, ishlaydigan kishi tadbirkorlik qilib bo'lmasligini anglab yetgach, bu ishni ham yig'ishtirib qo'ydi. Xullas 60 ga kirsa-da, yuragida shiddati pasaymagan, tinib tinchimas odam bekor kasalga, keraksiz kimsaga aylandi qoldi. Sho'rlik bora-bora jizzakilashib, ruhan qashshoqlashib bordi. Keyingi paytlarda har narsaga qizishib, tez jahli chiqadigan, bo'lar-bo'lmasga asabi qo'ziydigan, baqirib chaqiradigan, mayda gap kishiga aylanib qolgandi. Onam rahmatli tishini tishiga qo'yib chidadi. O'la-o'lguncha otangga qaranglar, otang yolg'izlanib qolmasin, yomon gapirmanglar, jahlini chiqarmanglar deb o'tib ketdi. Men bilan taxminiga qiyin bo'ldi. Ortiqcha tergashlar, sababsiz koyishlar jonimizga tegsa ham chidashga majbur bo'ldik. Shu sababli keyingi paytlarda ota uyimga kamroq keladigan bo'lib qolgandim. Ko'pincha onam menikiga borardi. Qo'shningiz Xudoyor haqida nima deysiz? To'g'risini aytsam, uni shu ishni qilganiga ishongim kelmaydi. O'ylanib turib javob qildi ayol. Devormiyon qo'shni bo'lsa, o'zi uyim joyim bolam chaqam deydigan odam ichib chakib sandiroqlab yurganini ko'rmaganmiz. To'g'ri, odam uni xushlamasdi, nuqul tanbeh berib so'kib yurardi. Oxirgi marta janjallashib qo'shini 10 kunga qamatib yuborganini ham bilaman. U qamoqdan chiqib otamga po'pisa qilgan ham bo'lishi mumkin, ammo u shu arzimas sabab bilan odam o'ldirishga ishonish qiyin. Boz ustiga onam bilan hech qachon sanmanga bormagan, doimo hurmatini joyiga qo'yib yurardi. Gap shundaki, Xudoyorning mashinasidan pichoq topilgan, undagi qon dog'lari eshitdim. Bu kimningdir o'yini bo'lsa kerak. Qaysi ahmoq odam o'ldirib pichoqni mashinasida saqlaydi. Xudoyor oddiy kirakash bo'lsa ham, anchagina fahm farosatli yigit, unaqa gov kalla emas. U holda qotillikda biror kishidan shubhangiz bormi? Tergovchi jabrlanuvchilar uchun beriladigan odatiy savolni takrorladi. Hayronman. Hech aqlimga sig'dira olmayman. Shu qariyalarga kuchi yetgan hayvonning qo'llari akashak bo'lib, ko'zlari oqib tushmasa rozi emasman. Allohga topshirdim. Guruh rahbari yana bir qancha masalalarga oydinlik kiritgach, so'roqni yakunladi. Ayolga ruxsat berib, guruhning kechda bo'ladigan yig'ilishiga tayyorlanib boshladi.